Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan onlayn hamda offlayn ta'limni farqini, qulayliklarini, kim uchun qaysi afzalliklarini keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Bugungi ta'lim manzarasi zamonaviy ta'limda ikkita asosiy yo'l mavjud. An'anaviy offlayn ta'lim va zamonaviy onlayn ta'lim. Texnologiyalar ta'lim jarayonini o'zgartirib, talabalar uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu mavzu hozir juda ham muhim. Keling, bugungi videoda muhokama qilinadigan asosiy jihatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni vaqt, joy, narx, texnologiyalar va vositalar, intizom, kim uchun qaysi format mos keladi. Onlayn ta'lim ta'rifi. Internet orqali masofadan o'qish jarayonini video darslar, jonli efir va platformalar orqali ta'lim olish imkonini beradi. Smartfon, planshet yoki kompyuterlar yordamida vaqt va joy cheklovlari yo'q. Offlayn ta'lim. An'anaviy ta'lim formati maktab yoki o'quv markazida o'qish, o'qituvchi va o'quvchi bevosita uchrashuvi, belgilangan jadval va joy, yuzlab yillik tajriba bilan ta'minlaydi. Bu o'qish shakli ko'plab avlodlarga xizmat qilgan. Vaqtning ahamiyati. Ta'limda vaqt eng qimmat resurs hisoblanadi. Har kuni qancha vaqt sarflanadi va bu vaqtni qanday samarali ishlatish mumkin? Onlayn va offlayn ta'limda vaqt taqsimoti qanday farqlanadi? Keling ko'rib chiqamiz. Onlayn ta'limda vaqtni samarali boshqarishning afzalliklari. Yo'lda vaqt sarflanmaydi, istalgan vaqtda dars olish mumkin. Bo'sh vaqtni masala yechishga sarflash, kuniga 1-2 soat tejash mumkin. Offlayn ta'limning vaqt jihatlari va muammolari haqida ko'rib chiqamiz. Yo'l vaqt 30 daqiqa 1 soat. Qat'iy belgilangan jadval, probkalar va ob-havo muammolari. Moslashuvchanlik kam, offlayn ta'lim cheklovlari. Joy va masofa. O'qituvchini qanday tanlash mumkin? Eng yaxshi mutaxassislar qayerda? Masofa ta'limga qanchalik ta'sir qiladi? Ushbu savollar ta'lim formatini tanlashda asosiy omil hisoblanadi. Chunki geografik jihatlar o'qitish sifatiga ta'sir qiladi. Butun dunyo sizning sinfingiz. Eng yaxshi o'qituvchilar bilan birga o'rganing. Toshkentdan, Samarqanddan yoki qishloqdan ta'lim olish. Eng yaxshi mutaxassislar bilan ishlash. Chet eldagi mutaxassislardan dars olish. Kichik shaharlar uchun katta imkoniyatlar. Joy bilan bog'liq ta'lim imkoniyatlari va cheklovlar haqida muhokama. Faqat shahardagi o'qituvchilar, sifatli markazlar katta shaharlarda, uyga qaytish zarurati, yashash xarajatlari va migratsiya. Onlayn ta'lim arzon va foydali imkoniyatlarni taqdim etadi. Bino, ijara va kommunal xizmatlar yo'q, transport xarajatlari yo'q. Bir vaqtning o'zida ko'p o'quvchilar offlayndan 2-3 barobar arzon. Onlayn ta'limda darslarni qayta ko'rish imkoniyati juda qulaydir. Ushbu afzalliklar quyidagilardan iborat. Videoni to'xtatish, dars davomida tayanch nuqtalarni ko'rib chiqish imkoniyati, orqaga qaytarish, tushunmagan joylaringizni takror ko'rish imkoniyati, bir necha marta ko'rish, murakkab masalalarni qayta tahlil qilish va chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bu jarayon o'quvchilarga o'z tezliklarida o'qish imkoniyatini beradi, shuningdek darslarning samaradorligini oshiradi. Offlayn ta'limda esa bu imkoniyatlar ko'pincha cheklangan. Shuning uchun onlayn ta'limni tanlashning katta afzalligi bordir. O'quvchilar o'zlarini qoniqtiruvchi darajada darslarni qayta ko'rish orqali bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Offlayn ta'limda jonli muloqot oson, lekin onlayn ta'limda chat va ekran ulashish imkoniyatlari mavjud. Uyalgan o'quvchilar uchun onlayn format ideal yechimdir. Onlayn platformalar ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirgan. Platformalar yordamida o'quvchilar bir-biri bilan bog'lanishlari, resurslarni baham ko'rishlari mumkin. Ularning afzalliklari quyidagilardir. 24/7 yordam, qo'llab-quvvatlash jamoalari har doim mavjud. Do'stlar va hamkorlik. Butun O'zbekiston bo'ylab do'stlar bilan tanishishingiz mumkin. Motivatsiya. Birgalikda tayyorlanish, musobaqalarda qatnashish mumkin. Ushbu guruhlarda o'quvchilar bir-biriga yordam berishlari, bilim almashishlari va o'zlarining muvaffaqiyatlariga erishishlari uchun motivatsiya olishlari mumkin.
Bu yangi format ayniqsa olimpiada va imtihonlarga tayyorgarlik jarayonida foydalidir. O'qish jarayonida o'zaro aloqalar va raqobat o'quvchilarning natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Onlayn ta'limning muammolari. O'zini boshqarish kerak. Telefon va ijtimoiy tarmoq chalg'itadi. Yolg'iz his qilishi mumkin. Internetga bog'liqlik. Offlayn ta'limning afzalliklari bo'lishiga qaramay, onlayn formatning o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud. O'zini boshqarishi va intizomni saqlash onlayn ta'limda muvaffaqiyat kalitidir. O'qish jarayonida telefon va ijtimoiy tarmoqlardagi chalg'ishlar ko'pincha o'quvchilarni maqsadlariga yetishishdan to'siq bo'lib qo'ya qoladi. Shuningdek, onlayn ta'limda o'quvchilar o'zlarini yolg'iz his qilishlari mumkin. Bu esa motivatsiyani pasaytiradi. Internetga bog'liqlik ham muhim muammo bo'lib, ko'plab o'quvchilar uchun muammoga aylanadi. Ularning har biri ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Intizomni saqlash onlayn ta'limda muvaffaqiyat uchun aniq jadval tuzish, maqsadlar qo'yish va onlayn jamoalarda faol ishtirok etish juda muhimdir. Tezkor fikr mulohaza. Onlayn ta'limda siz javoblarni darhol bilasiz. Xato tahlil esa bir necha sekund ichida amalga oshiriladi. Bu o'sish imkoniyatini tezda taqdim etadi. Bozor o'sishi. Onlayn ta'lim bozori har yili 20% o'smoqda. Bu esa ta'limning raqamli kelajagini ko'rsatadi. Harvard, MIT, Stanford kabi universitetlar ham onlayn formatga o'tmoqda. Onlayn ta'lim zamonaviy texnologiyalar yordamida taqdim etilgan turli xil o'quvchilar uchun ajoyib imkoniyat taqdim etadi. Ushbu ta'lim formatiga mos keladigan asosiy guruhlar quyidagilardir. O'zini boshqara oladiganlar, ya'ni o'z vaqtini samarali boshqarish qobiliyatiga ega bo'lganlar, olimpiadaga tayyorlanayotganlar, olimpiadalar yoki boshqa raqobatdosh imtihonlarga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar, DTM, milliy sertifikat, SAT topshiruvchilar, xalqaro va mahalliy imtihonlarga tayyorlanayotgan talabalarga qulay imkoniyatdir. Vaqti chegaralangan ishchi yoshlar, ish va o'qish muvozanatini saqlashga intilayotgan shaxslar. Onlayn ta'limning afzalliklari, masalan, moslashuvchanlik, qulaylik va global imkoniyatlar, uni o'zini rivojlantirayotgan va zamonaviy talablar bilan hamnafas bo'lishni xohlayotganlar uchun ideal tanlov hisoblanadi. Xulosa esa o'zingizdan. Demak, siz xoh onlayn, xoh offlayn ta'limni tanlamang, nima bo'lganda ham qo'ygan maqsadingizga oxirigacha erishishga harakat qilishingiz va boshlagan ishingizni yakunlab qo'yishingiz muhim hisoblanadi.